qilib bering deb zo'ra yurib nima bor beraversangiz. Bizni umuman yuramayotgan bu mana. Yaxshi bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat Kamil aka. Joningiz sog' bo'ling. Yig'lamang, nima yig'laysiz? Yo'q, endi xursandman. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdosh. Mana bizdan navbatdagi patsientimiz To'lan Yomon Niyog'ar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima ishlar bilan keldi bizdan televiziyaga? Men bu kelganda umuman qadam bosolmay qoldim. Tikka turishga dasha qolim yo'q edi. Zinadan chiqishga, umuman o'rnimdan turib yurishga umuman yurolmay qoldim. Uyda 2 haftacha davolandim, lekin natija olmaganligi uchun Instagramda doktor Nodirbekning klinikalarini ko'rib qo'ygandan keyin o'tga kelishga qaror qildim. Kelganimdan juda ham xursandman. Doktorimizga, Nodirbekka, Ismoil aka, Ismoiljon akaga, bu yerda har bitta personalga o'zim chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Bu yerga kelganda bir aytishdi, biz garmon qilmaymiz, ori qoldirib. Garmon qilmadingiz? Garmon qilmadi. Hamma anaqa muolajalar o'z vaqtida reja asosida bo'lgani uchun men alhamdulillah umuman oyoqqa yurishga boshladim. Kelganimda mana shu qadamda ham даже qadam bosa olmasdim. Mana endi olamiz, sekin qadam bosib ko'rsatadilar. Bismillah. Yuring mana.